Siz Anjoncha, men Surxondaryocha. Shevada har xil so'zlar qanaqa aytiladi? Faqat Satil. Plompaya. Nima u? Plompaya deyishasi Zina. o'rni yo'q. Nima? Davsiz odam bo'ladi-yu, shunaqa odam o'rni yo'q deymiz. Tepaga chiqaydi, unga joyi yo'q degan ma'noda keladi. Bizda unaqa odamlarni so'kib gapirishadi, lekin men so'kolmayman. Odam yog'il. Maki, Maniaqki, aga bor. anaqa bor. Anaqa bizda. Biz aga maga. Asha deymiz. Mana. Вот это. Говорим, да? O'sha. Mano. Mano biz говорим mashi. Anoni biz говорим ashi. Voy, miyamda majlis. Aka deymiz. Biz aka deymiz. Aka. Aka? Bizchi hammani sizlaymiz, hattoki jijini ham. Anchaliklar chaqaloqni ham sizlashadi anchasiga. Biz o'zidan yosh kattalarni sizlab gaplashamiz. Adak yosh kattalar yosh kichkinalarni sizlashmaydi. Biz haligi Toshkentga ida qo'shchasini qo'yib, o'zi edi deyishimiz kerak. Sizlaydi. Bizda sizlaydi bo'ladi. Lay mashinay qiladi. Jonini oladi anjanliklar deydi. Kommentariyada Surxoncha va Andijoncha so'zlarni yozib qoldiringlar.